tanlashda, umr yo'ldosh tanlashda nimaga e'tibor berish kerakligi hadislarda keladi-yu. Haligi mol dunyosiga, husniga qaragin. Keyin haligi taqvodor musulmon bo'lsa, ana o'shansini olgin, burning elga ish qilgur degan hadislarni eshitganmiz-da. O'shanga bir misol. Men hayotimda bo'lgan misol. Uylanganman, endi yo 3-chi farzandimiz chaqaloq. Otam ikkalamiz o'tiribmiz rahmatli dadamlar bilan-da. Xotinim telefonda gaplashyapti. Quloqimda telefonga qistirib olgan, savzni to'g'rayapti. Men bu yerda hali 3-chi o'g'lim osilib turibdi-da. Telefonda gaplashib savzni to'g'rayapti-da. Ana yoqda haligi qo'shnimizning bolasi kitob o'qiyapti. Hali telefonda gaplashib o'tirib noto'g'ri o'qiganini ko'rdi-da, shartta to'xtab. "Yo'q, unaqa emas. U yog'ida mana bunaqa bo'ladi" deb turib to'g'rilab ketyapti-da. Ana mana shunaqa kitobni o'qib, o'rganib, zo'r ilmli ayollarga uylanish kerak ekan. Men endi bildim, desam bo'ladi. Shuni tavsiya qilaman men, xudo xolasa, yangi uylanadigan yigitlarga. Videoni yangi uylanaman deganlarga jo'natib qo'yinglar.